bizani organizmimizda shunaqangi katta dori fabrikasi bor, faqat u har doim ham ishlamaydi, uni ishga tushirish kerak. Bu dori fabrikasi bizga nima beradi? U 650 xildan ortiq biologik faol moddalarni qonga ishlab chiqaradi. Masalan, bulardan biri IL-6. Nima qiladi? IL-6 yog'larni eritadi, moddalar almashinuvini yaxshilaydi va yallig'lanishlarni bartaraf etadi. Yana biri Spark. Spark ichaklarga juda zo'r yordam beradi. Ya'ni ichak devorlaridagi hujayralarni regeneratsiyasini, ya'ni qayta tiklanishini yaxshilab beradi va shu orqali ichaklar salomatligiga yordam beradi. Yana bir juda ham muhim biologik faol moddalardan biri bu BDNF. Bu bizning miya hujayralarimiz uchun eng kuchli o'g'itlardan biri. BDNF yangi neyron hujayralarni hosil bo'lishiga yordam beradi. Neyronlar o'zaro bog'lanishiga yordam beradi. Ularni o'sishiga, kuch-quvvatga to'lishiga yordam beradi bu BDNF. Endi bu dori fabrikasi qachon ishga tushadi? Qachonki biz mushaklarni ishga tushirganimizda, ya'ni jismoniy mashqlarni bajarganimizda mushaklar ana shu dori fabrikasi vazifasini bajaradi va 650 xildan ortiq biologik faol moddalarni, ya'ni bir so'z bilan aytganda miyakinlarni qonga tushiradi va bu miyakinlar bizning jigarimizga, yuragimizga, ichaklarimizga, miyamizga borib o'zining samarali, foydali ishini bajaradi. Bu dori fabrikasini biz har kun ishga tushirishimiz kerak. Chunki u ishlab chiqaradigan miyakinlarga organizmimizning ehtiyoji bor.